Amir Temur nomidagi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasining navbatdagi bitiruviga bag'ishlangan tadbir avvalida yosh ofitserlar mustaqillik yillarida xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan vatan himoyachilari sharafiga o'rnatilgan memorial yodgorlik poyiga gulchambar qo'yib hurmat bajo keltirishdi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'lini qo'llab-quvvatlovchi, o'z xalqi va prezidentiga sodiq, mamlakat manfaatlarini munosib himoya qilishga qodir ofitser kadrlarni tayyorlashda mazkur akademiyaning alohida o'rni bor. Diplom va ko'krak nishonlar olish uchun yetib keldi. Bugun ushbu o'quv dargohining navbatdagi bitiruvchilariga diplom hamda ko'krak nishonlari, shuningdek magistratura bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan xodimlarga esa magistrlik diplomlari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tadbirda Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati, faxriylar, bitiruvchilarning ota-onalari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etib, yurtimizda oliy ma'lumotli mutaxassis kadrlarni har tomonlama yetuk, o'z kasbiga fidoyi insonlar qilib tarbiyalash uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilayotganligini alohida ta'kidlashdi. Hurmatli yurtboshimiz yangi O'zbekistonni rivojlantirishga sizdek farzandlarga ishonadi. Bugun akademiya tinglovchilarini biz ko'ziga qarab bir narsani ko'rdikki, bularning ko'zida haqiqiy yangi O'zbekiston adolat ustunlari paydo bo'ldi. Va bugungi kursantlar hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkin. Bular intellektual jihatdan, xorijiy til bilishi jihatdan, so'nggi texnologiyalar bir jihatdan va eng muhimi yuragi vatan deb o'ryapti. Qalbi sadoqat, O'zbekistonga, prezidentiga, xalqiga sadoqatni o'rib turibdi. Akademiya tinglovchilari bu dargohda nafaqat zamonaviy bilim olishdi, jangovar tayyorgarlik ko'rishdi, balki prezidentimizni yoshlarga yaratgan imkoniyatlardan ham foydalanib, juda ham katta hamkorlikdagi chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ishonchim komilki, bu choralar, bu kompleks yondashuv o'zining natijasini beradi. G'urur va iftixor. Bugun akademiya bitiruvchilari va ularning oila a'zolari yuzida mana shu tuyg'ular zohir bo'lgan hayajonni ko'rish mumkin. Bugun qalbimizda cheksiz g'urur va iftixor tuyg'usini his etmoqdamiz. Farzandim mana shu sohaga yoshligidan qiziqardi va oilamizda harbiylar bor. Hatto uni ukasi ham mana shu sohaga qiziqyapti. Kelajakda u ham harbiy bo'lmoqchi. Farzandimning mana shu sohani mukammal darajada egallashiga va kelajakda vatan tinchligi va osoyishtaligi uchun o'zining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni sharaf bilan ado etishiga ishonaman. Akademiyadagi bitiruv kechasida harbiylar chiqishlarini ko'rib, menda ham ana shunday harbiy bo'lish niyati paydo bo'ldi. Kelajakda albatta men harbiy bo'laman. Vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Qayd etish joiz, 4 yil davomida olingan bilim va kasbiy tayyorgarlik bitiruvchilarning kelajakda davlat xavfsizligini ta'minlashga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishlarda asos bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Tantanali marosimda harbiy xizmatchilarning qo'l jangi elementlarini o'zida jamlagan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Shuningdek, buyuk ajdodlarimiz siymolari aks ettirilgan sahna ko'rinishlari hamda vatanni madh etuvchi kuy va qo'shiqlar tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi.